Assalamu alaikum urmatlı YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Kadamjay жаңылыктары YouTube kanalının kattalıçıları. Amansızlarбы? Бүгүнкү бул видео чыгарышыбызды Kadamjay районуна караштуу Исхак болуп аткан айыл өкмөтүнүн Жеңиш айылында бир жакшы бир инсандын короосунда турабыз. Мына мен артымда көрүп турганыңыздардай бул жерде теплица өндүрүшү уюштурулган экен. Бұл жерге чакырышыбыздын себеби азыркы мына март айларынан баштап биринчи эгилүүчү, биринчи көчөт даяр болуучу баягы томат, помидордун жаңы сорту, бир элита сортуну өндүрүшүптүр булар, байкелер. Ошол сатууга даяр болуп калганы учурунда экен. Азыр кирип ошол кандай бул деген помидор көчөт, эмне кылса болот? Бул жерде култунай да бар экен. Клубника. Ал жөнүндө да сиздерге кеңири маалымат алып берели. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бул жерде өзүнүн чакан короосунда инсандарыбыз ушундай бир жакшы көчөттөрдү, мына эжевиканы да даярдашыптыр. Азыр помидордун ошол кандай сорту? Ассаламу алейкум. Дыйкандар, ассаламу алейкум. Кандай жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Ажеке, жасалтар жакшы жүрөсүздарбы? Жүрөсүздарбы? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде иш кызуу жүрүп аткан экен. Сыртта бир аз күн чыгып турганы менен суук, бирок ичкериден кадимгидей ысык тап келип турат. Ассаламу алейкум дыйкандар. Алейкум ассалам. Бул ишиңиздерге ийгилик, жакшы баштапсыздар. Сиздерден элдер пайдаланса, бардыгы мына жакшы уюштуруп туруп, мына помидор окшойт. Өзүңүздөрдү бир катар тааныштырып, ушул помидор көчөттөр тууралуу маалымат айтып берсеңиз. Ahmet Seyip Satvardı. Şu teplitsani egasi bilan. Ayta do'stim deb qolib Shuhrat bor. Shuhrat akam. Ancha-muncha nimalarni maslahatlarni beraveradi shu odam. Экөөңүздөр бири-бириңиздерден кеңеш алып, опыт алмашып жасап атасыздар да. Бул идея кимден чыкты? Сизден келди, Shuhrat aka. Shuhrat hojidan. Qana aytingchi. Endi u eskitdan dehqonchilik qilib kelamiz. Dehqonchilik qilib, endi mana shu do'stim bilan bir hamkorlikda ikkovimiz nima qilyapmiz-da, endi o'sha xonalar qilgan. Mana ataplayda nimalar. Ataplaydan жүргүзүптүрлөр, Ataplayni hozir gradusam mana 20 gradus ekan issig'i. Бүгүнкү теплицанын ичинде жылуулук 20 градус. 20 gradus. Hozir ikkovi eshik ham ochiq, hozir kun borligiga Shunday ekan. ochib qo'yildi. Keyin ikkovimiz maslahat qilib shu pomidor ko'chat qilardik, endi bir yil ko'proq qildik. Alamina sorti. Чындыгында эле мына помидор көчөттөр ушунчалык. Бул жерде азыр данага эсептегенде примерно канча дана бар? 16 mingta ekilgan. 16 ming dana. Кассетага. Undan tashqari chekkalarga. Чет жактарда да бар экен. Парник смал болуп, ал жагы. Endi shu elga shu vaqraq chiqarib niyat. Elga vaqraq chiqarib shu el foydalansin deb. Ошаны кармап туруп, эми ошо кармаганыңыз гүлдөп турабы? Mana gullayapti. Гүлдөп турат экен. Эми бул кандай деген сорт, эмне кандай өзгөчөлүгү бар? Ошо жөнүндө bu teplichni sort ataladi, teplichni. Тепличный? Osma, osib qo'yadim deydi. Теплицага assa boy cho'zilib, mevasi nihoyatda shirin. Keyin nimasi ham chiroyli, видидан чырайлуу. Vidi ham chiroyli. Кандай деген сорт дедиңиз? Alamina. Alamina. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы техника заманында YouTube'га же болсо бир маалымат алайын деген максатыңыздар болсо, Google'га томат Alamina деп жазсаңыздар, ушунун мөөлөп турганы чыкса керек. Туура айтамбы? Айта бериңиздер, кандай өзгөчөлүк дагы бар? O'zgarchaligi chidamli, kasalga chidamli. O'ruga chidamdi. Keyin ta'mi nihoyatda Damdi. damdi. Endi o'sha do'stimi issiqxonasida o'sha yerda sharoit borda shunaqa qilib qildik. Biznikilar endi ataplayni emas. Keyin yerlar bo'sh qolmasin deb yerlarga do'stim mana
Koreysskiy so'lqayan ko'chatlarni ham ekib tashlagan. Ha, mana klubnida. Bular jönünde kengri aytib berasizlar. Satvoldi aka, siz buni urug'dan boshlab ekdingiz-da. Ha, urug'dan boshlab. Bunun egish, anan o'stirish yo'llari qiyin emas ekan? Yo, shu do'stim nima qildi? Yashikka chochdik urug'ni, yashikka chochib, yashikka qo'yib, yashikda o'ndirib oldik. Ha, birinchi jashikda o'ndirib oldingizlar, ha? O'ndirib oldik. Anan keyin yashikdan keyin kasetalarga oldikda. Kasetalarga ko'chirib o'tdingizlar. Pikirovka deyin. Ha. Shunday qildik. Pikirovka. Yaxshi. Hozir Shuhrat akam aytish bo'yicha 16 ming dona ko'chat bor deydi. Bir kunda qancha jo'li qarab turasiz bu yoqda? Bir kunda 2 jo'li qarayman, 3 jo'li qarayman. Kecha ham suv qo'yib chiqdim, bariga suv quyib chiqdim. Vitamin berib suv qo'yib chiqdim bariga. Ha, o'zgacha. Vitamin berdim. Bular hozir sizlardan mana ekranga nomerlarni qo'yamiz. Qaysi kunga, qaysi oyga tayyor bo'lib qoladi egishi? Xudo xolasa hozir Teplitsa bo'lsa, Teplitsaga kelaveradi ko'chatlarchi. Hozir agar kimdir Teplitsasi tayyor bo'lsa, mana ko'chatlar tayyor. Mana shunday ekilaveradi hozir. Shundaychilar borib qo'yib turadi-da. Shunday chiqib ekib boradi. Shunday mana shunday qilib turib olib. Ha, bundan jo'kni olib turib, qulpinayni o'rniga pomidor egib qo'yasiz. Teplitsa bo'lsa, hozir eksa ham bo'laveradi. Agar nima bo'lsa, yerga ekiladigan bo'lsa, podplyonka ekiladi, martda 15larga eksa bo'laveradi. Ha, mart 15dan boshlab ochiq gruntga, ochiq osmonga. Endi mana Xudo xolasa bosh ko'chatlarga 2 oy bo'ldi, gullayapti. Bularga 1 oy bo'lib qoldi. Endi Xudo xolasa 1 oydan keyin shu nimaga o'shanaqa bo'lib gullab tayyor bo'ladi-da. 1 oydan keyin gullab chiqadi-da. Mana shunaqa. Uni bozorda olinayotgan ko'chatlar bormi? Ular ekilayotganda bular mevasi bo'ladi. Shuhrat aka hozir aytib o'tdingizda, podplyonka ekish kerak-da. Men misol uchun sizlardan ko'chat tobor ochiq ele ham tepilsam yo'q-da. Menga o'xshagan birov egam desa, ochiq gruntga egib turib, ochiq yerga. So'siz ustini albatta ustiga kilonga tortiladi. Bunday qilib turib zimmi, karkas yeyib turib, bekitib qo'ysangiz bo'ldi. Kun isib ketganda 2 oyoqni ochib qo'yadi. Ikki boshini ochib qo'yadi. Ol qachagacha yashanib turish kerak? Kun isib ketgungacha. Kun jili, shu aprelda 5-i 10ida ochib tashlab, kilongan bo'sh olib tashlayverasiz. Qo'qis ushib yurishi mumkin-da, to'g'ri? Suv o'pgan bilan qilinadi-da. Ha, ehtiyot shartidan. Bu bozorda ko'chat olib ekayotganda odamlar bular mevasi bo'ladi. Ha, janob bozorga vaqtliroq chiqadi. Ha, ertaroq. Arosat emas, vaqtli ertaga pomidor bo'ladi. Hozir bozorda olingan ko'chatlar bormi? Ular arosat bo'ladi. Rosa kun isiganda kasallik kelib ko'chatlarni yiqitib qo'yish mumkin. Ha. Demak, boyagi bozorga ertagi sort. Har doimgiday ko'chat sotuv chiqqanda, bular уже guldab, meva tuyib qolgan bo'ladi-da. Ha. Ash tomondan yutadi. Bu ertagi sort ekanda. Ertangi. Yaxshi, Satvoldiga qiyinchilik yo'q-banan? Yo'q, qiyinchilik yo'q. Yemi bunday. Qulpinay turali suylab beringiz. Qulpinay turali ham suyladi do'stim. Suylay qulpinay turali. Qulpinay klubnika mana. Bugun fevraldan 19'i 20'si biz? 20'si. Bugun 20'si mana qulpinaylar pishib turadi ekan mana. Mana ko'rdingizlar, u munovi har birini ostiga korobkalarda qo'ygandan sababi yirib qolmasin degan sababda menatda bu yosh bolani qaraganda qilib qarangizlar, qanchalik so'nin qilibdir. Hozir birozgina mana bunday bo'lib mana voy mana qulpinayni qarang. Boshqacha, o'zgacha sort ekan. Bu yerga bir qog'oz qo'yib qo'yish kerak ekan. Ha, men jildirib beribman o'xshaydi. Bunaqay. Men daha bir salım qo'shib qo'yayin. Bunaqay. Mana men daha salib qo'ydim. Bu dehqonning aytishiga qaraganda Koreyskiy Solxyan dedingizmi? Solxyan degan Koreyaning жаңы sort ekan, elita sortlarining biri ekan. Bunun hozir dehqon o'zi da yaxshi aytib beradi. Buni o'zgachaligi qanday dedingiz Shuhrat aka? Men bir qator ko'rsatdim. Buni o'zgachaligi ta'mi nihoyatda shirin. Damdu. Nihoyatda shirin. Keyin ancha-munchaga kasallik tushmas ekan. Bo'rug'a chidamdi. Yerda ham bo'lar ekan.
bir 5 gradus issiqlik bo'lsa, bu pishaverar ekan. Kilonga bilan o'rab qo'ysangiz pishaverar ekan. Endi shuni hozir mana 1-yil, 2 yil Eksperiment bu? Eksperiment deydi. Ashna bo'lib ekildi. Eksperiment. Jana aytib o'tdingiz, men boya ikkovi söyleshganda birinchi boshlaylikda. Agar yaxshi shart bo'lsa, to'xtamay pishadi deb aytdingizmi? Ha, to'xtamaydi. O'sha joyda aytib bering, ha. To'xtamasdan pishar ekan. Mana hozir Qaysi bir sortga solishtirmali, ha? ha, mana Yevropaniki, mana Cleary, Albion. Albalar bir marta pishar ekan. Albion bahorda pishar ekan, kuzda pishar ekan. Bular to'xtamasdan pishib, ham ko'chat berar ekan, ham nima? Meva qilaverar ekan. Mevasi to'xtamay pishaveradi. To'xtamasdan pishaverar ekan. Ko'chatidagi to'xtamay bo'ladi. Ko'chat ham beraverar ekan. Mana xudo xolasa mana ko'chatlar nimalar ko'chat berishni boshladi. Mana ko'chat. Mana shu 2 oy bo'ldi shu ekilganiga. Ko'chatlar ekilganiga 2 oy bo'ldi, mana o'sha ko'chat berishni boshladi. To'xtang, bulardan noyabrda ekkansizlarda, demak, 2 oyda o'sha ko'chat bera boshlabdi. Ko'chat ham beryapti, meva ham bo'ladi, mana mevalar ham bor. Buni qarash qiyin emas ekan. Yo'q, qarash. Yaxshilab ekan. Kapelli sistema. Kapelli sistema bo'lish kerak siz, ha. Atablina bo'lsa, mana hozirgi holatda pishaveradi. To'xtamasa bo'laverar ekan. Qanday o'ylaysizlar? Ochiq osmonga eksa bo'ladimi? Bo'laveradi, ochiqqa ham bo'laveradi. Bular o'rash kerak boshында? Ola-ko'lanka bo'lishi kerak, o'ralmaydi, ochiqqa eksa o'ralmaydi, faqat ustiga setka tortasiz. Demak, universal ekan, ha? Universal. Setka tortiladi. Yaxshi. Mana endi aytering. uka, mana pomidorlarga agar bir klient bo'lsa, telefon nomerini qo'yib qo'ysangiz, nima qilishadi? Zarar bo'lsa, ko'chatlar ishonchli ko'chat. Olib eksa bo'laveradi. Tiplisasi bor. Alamina dedingiz, sortini. Yaxshi. Siz erkin mikrofon, siz o'zingizni o'yingizni hozir Qirg'izistonimizda o'nigu yo'lda da, Xudoga shukr. Dehqon qatori hozirgi jang ish boshlayman, men dag'i qilsam ekan deganlarga qanday so'zlarni aytasiz? Dehqonlar boshlayman deganlarga birinchi ozgina biror sutka tiplisa qilib ko'rsam bo'laveradi. Bu tiplisa qilishiga yordam ham beraveramiz. Tiplisa bo'lsa balagan qilinadi. Balagan. Chaqan tiplisa. Endi hozir agar balagani bo'lsa, balaganiga ekib qo'ysa bo'laveradi. Ko'chatlarni-chi, pomidor ko'chatlari. Mana martda 15-20sigacha balagan qilsa bo'laveradi. Ashungacha ekib qo'ysa, keyin erta chiqadi-da, pomidor erta vaqtda chiqib pishadi. Hali bozorlarda pomidor arzonlab ketganda emas-u, vaqtlar chiqadi, foyda qilib oladi. Yaxshi. Shuhrat aka, nomeringizni qo'yamiz. Hozir so'zingizning bo'yicha Teplitsa jo'nda, o'sha dehqonchilik jo'nda sizga berilgan so'rovlarni bardig'iga qadimgidek javob berasiz. Endi qo'limizdan kelgancha, o'zimizdan bilganingizcha, tajribangizga tayanib, bilganimizcha, qo'limizdan kelgancha tushuntirib yordam beraveramiz. Yaxshi, rahmat sizlarga. Sotvoldi aka, Shuhrat aka, ishingizlarga omad. Bunaqay hurmatli ko'ruvchilar, qurg'on joylarimiz ko'p insonlarga bo'sh yotadi. Qirg'iziston Respublikamiz Xudoga shukr o'nigu yo'linda, ayil yerlarda, o'shunday o'zingizlarning qo'rg'oningizlarda, qo'rg'on joyingizlarda bo'sh joylar bo'lsa, mana shunday o'zingizlarga chaqan teplitsa uyushtirsangizlar, janobi dehqonlar aytishi bo'yicha, hozirgi Qulpinoyning sortida yil 12 oy to'xtamay meva beradi. Buni birosi Cleary, birosi Albion ekan. Pomidor ko'chat o'stir va Qulpinoy klaslari qanday bo'lsa dag'in barini satib jo'q deb o'tirgandan ko'ra kireshe topib, uy bilangizlarga yaxshi bir kireshe bulag'in jaratsangizlar bo'ladi ekan. Baringizlarni o'sha nomer ekranda chiqib turgan nomerlarga Shuhrat Dehqonov vakayizga jana Sotvoldi vakaga telefon chalib, ma'lumotlarni olib, o'sha kishilardan sirlarini yuransangizlar bo'ladi ekan. Bular har doim telefonlarga javob berib, qaysi uchurda bo'lsa dag'in kep kengashingizda ayabaymiz degan o'shunday bir ko'ngli ochiq, bereshan dehqonlar ekan. Demak, bugungi ko'rsatuv jiyintiqdadik. Qadamjoy rayoni Is'hoq bo'layotgan ayil hukumati Jengish ayili, Murdaqa Xalmen ayilidagi Sotvoldi vakaning qo'rg'ondan, Teplitsasidan ko'rsatuv olib bordik. Assalomu alaykum.